Salom, sizlar bilan Imron. Hozir biza yangi suv omborini ochamiz. Yo, buni men o'ynab уже anaqa qilib bo'lgandim. Sal o'ynab bo'lgandim. O'shanga mana odamlar qilgandim. Hozir bu mana qilsanglar, ikkitasi qancha bo'ladi? $10 bo'ladi. Bu yerda hali ishchilar yo'q. Bu yerda faqat o'zim qilib turaman. Kim oladi suvni? Olasam? U uchirib ketadi hamman. Ana $10. Ha. $10 kralda susat. Bundan sonra $277'imiz var. Bunu vermedi. Şimdi karıştıralım. Kesilmedi. Burada bir tane tutuşum gerek. Buradan bu. Buradan buradan. Kötü. Şimdi bunu satmamız. Köftesi okşuyor. Kança bo'lar shuni. Hozir bilish kerak. Kim oladi shu? Voy, yo'q, hammani o'ldirib ketadi. Chanqagandir size. Ichasin. $162. Bu yaxshi. Endi hozir o'tdi. Ancha yo'qdi. Hozir mashina ketdi. Mana urib ketmasa kerak. Mana urmaydi hech kim. Urdan ko'rsinchi. Hozir nima bo'ladi? Shuncha ochildi. Rasmga. Qimmat ekan bular. Sizlarga hali olib berib ketmadimmi? O'tga. Bundan oladi faqat. Nima bo'ldi hozir? Bu Elimizden abarı ot gittirsem bo'ladi. Agar mana shu videoni ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, like bosinglar va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Bu qimmat ekan. Men sotishim kerak. Qolinglar mana suvlar bor. Mashina qatdek, men urarmikin, urmasmikin. $41. Urolmadi. So'nggi suv sotildi. 186 dolar.
Paramız var bizim. Endi $913 yaxshimisiz siz? Endi hozir biz nima qilamiz? Men 18 yig'ilibdi. Buni ham borib sotamiz. Kelinmani so'lab bor kim oladi? Qayoqqa sakrab ketdim men u kemasdan oldin. Mashmani urib ketgandan keyin boshqa odamga beraman. Qani mashina urib ketar ekanman. Ura olaydimi yoki ura olmaydimi? Ufniki menga ham orqamdan keldi. Shu bitta dona shu urib olsa bo'lgandan keyin ham kelardi. Shu aynan endi oldimga kelganda shu nimadir bo'ladi. Oltita suv bitta. Bitta 12 suv. Yaxshi. Hop, endi keyingiga boy sotganim yana bitta sotaman. Yaxshi $530. Hop, endi $356 var. Bu odam endi nima qilib beradi? Yo'q, qilgan o'zida pul ishlayman. Voy, bu qancha pul bo'lib ketdi? Uncha unaqa ko'p emas, lekin normal. Şuradan bitta tane bossa bo'ldi. Hemen böyle lekin o'yin yaxshi ketyapti. Endi bu suvni kimga sotsak bo'lar ekan? Kenisiga sotmadimi? $67. Şimdi boshini urib ketayotganda oxirigacha urib ketsin. Shu sakratib yuborsin. Keyingi videoyimni qanaqa chiqadi? Shuni kommentariyaga yozinglar. Kommentariyada aytgan o'yinlarni Robloxda o'ynayman. Faqat Roblox ichida bo'lsin-da-ku. Qanaqa boshqa o'yin bo'lmasin. Mana shu Roblox ichida o'yindan menga aytinglar. Shu aytganlarni men o'ynayman. Xohlaganinglarni yozinglar. Xohlasanglar ana Barrini aytinglar, samolyot o'yinini aytinglar. Xohlagan o'yinlarni aytinglar. Shuni men o'ynayman. To'qqizta yig'ilibdi. Buni sotaman. Hozir rasmini chiqqanimda turibdilar. Endi atigi bitta suv bitta yo'qdi. Butganmen kelyapman. Hop, kimga suv bermadim? Keling, sizga bermadim. Oldim. Yaxshi, pulim yana ko'paydi. Hop, endi men buni olishga yetadi. Yetmaydimi? Yetadi-yu. Yetadi bunga. Nima yetmaydi deyapti? Bir binoga yetadi-yu. Lekin yetmaydi deydi bular.
yetadigan bo'lib turibdi-yu. Shunaqa bular yetadigan pul bo'lib turibdi. Yana yetmaydi deydi. 8 ta suv yig'ilibdi. Kep qoldi suvlar bor. $40 oladi. $42 oldi. $2 qo'shib berdi. Yaxshi bu. Endi ana bular. Ana xudoga shukr bo'ldi. Nihoyat shuncha kutgan orzuyim bo'ldi. Hop. Ben buradan yaptı. Hop, işte su. $25 aladım yoki 27 mi? $26 geldi. Bunu katta soğulamam. Mantıdan vuramam diyeceğim. Bunu alayım. Oğlum yap. Kübütten aldım. Peki kana koyamam. Sıçmadım. Belki buradan alıp koyarım oldu. Şuna kısayan bular mıken? Bu muydu? Butik bilen pulumdaki kana. Ana butik. Bu sen. Butik endi neçe dolar ekan? Kızık. Siz hoziroq videoyimga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shuncha videoni kim uchun chiqazaman? Sizlar uchun chiqazaman. Hali bu videoni montajlari, shuncha narsalari boshdan oshib yotibdi. Shu montajlarga ham ko'p vaqt ketadi. Nima bu qotyaptimi? Nima bo'lmayapti? Çok qotyapti. Men bo'lmayapti. Mayli shu videoni yo'q. Hali videoni tugatmaymiz shekilli. Nega bo'lmayapti? $158 bitta donasi ya. Mayli shu videoni ikkinchi qismida ko'rishguncha hammaga xayr, sizlar bilan Imron bo'ldi.